Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men 40 yoshdan 15 yosh va undan katta bo'lgan o'zbekistonliklar uchun juda muhim, ayrimlar uchun esa juda yoqimsiz bo'lishi mumkin bo'lgan masalani tushuntiraman. Gap shundaki, avgust oyidan boshlab ko'pchilik odamlar pul, pensiya, ish staji, bank kartasi, qarzlar, hujjatlar va davlat xizmatlari bo'yicha oldingidan ko'ra ancha ehtiyotkor bo'lish kerak. Bu ma'lumot ayniqsa pensiyaga yaqinlashayotganlar. Hozir pensiya olayotganlar, kredit to'layotganlar, nomida uy-joy, avtomobil, karta yoki qarzdorlik bor insonlarga tegishli. Men sizga qo'rqitish uchun emas, oldindan tayyor bo'lishingiz uchun gapiryapman. Chunki ko'p odamlar muammo kelgandan keyin yuguradi, aslida esa hujjatni, hisob kitobni va arizani oldindan tekshirib qo'yish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulni, asabini va vaqtini saqlab qoladi. Avval qanday edi? Oldin ko'p masalalar odamning o'zi borganda, ariza yozganda yoki tashkilot eslatma berganda hal bo'lardi. Masalan, pensiya yoshga yaqinlashgan odam 2-3 oy qolganda hujjat yig'ishni boshlardi. Kimdir mehnat daftarchasini olib borardi. Kimdir eski korxonadan ma'lumotnoma qidirardi. Kimdir baribir chiqadi deb yuraverardi. Kommunal qarz bo'lsa ham ko'pincha odam o'zi borganda bilardi. Bank kartasidagi shubhali operatsiya bo'lsa, pul ketgandan keyin xabar topardi. Kredit yoki aliment bo'yicha qarzdorlik bo'lsa, ijro organidan xat kelgandan keyin tushunardi. Endi vaziyat boshqacha. Davlat xizmatlari, bank tizimi, soliq ma'lumotlari, pensiya jamg'armasi, kadastr, IBI, kommunal xizmatlar. Telefon raqamlari va elektron kabinetlar tobora bir-biriga bog'lanib boryapti. Bu yaxshi tomoni bilan qulaylik beradi, yomon tomoni bilan esa xato, qarz, noto'g'ri ma'lumot yoki hujjatdagi kamchilik tezroq ko'rinib qoladi. Ayniqsa irdim yoshdan oshgan odamlar uchun bu muhim. Chunki aynan shu yoshda insonning nomida uy, mashina, kredit, ish staji, oilaviy majburiyatlar, farzandlarning kontrakti, davolanish xarajatlari va pensiyaga tayyorgarlik bo'ladi. Men bu yerda hamma odam jazolanadi demayapman. Yo'q, ammo avgustdan boshlab ko'p tashkilotlar yilning ikkinchi yarmidagi hisob kitoblarini faollashtiradi. Qarzdorliklar bo'yicha eslatmalar ko'payadi. Pensiya hujjatlari bo'yicha tekshiruvlar kuchayadi. Bank va karta xavfsizligi bo'yicha firibgarlar ham faollashadi. Shu sababli asosiy yomon xabar shuki, beparvolik qilgan odam endi oldingidan ko'proq zarar ko'radi. Birinchi navbatda pensiyaga yaqinlashayotganlar xavotir olish kerak. Agar siz 5, 28, 62 yosh atrofida bo'lsangiz, hali vaqt bor demang. Pensiya hisoblashda eng ko'p muammo ish staji, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar, eski korxonalarning yopilib ketgani, familiya o'zgargani, harbiy xizmat, bola parvarishi davri va norasmiy ishlagan yillar bo'yicha chiqadi. Masalan, bir odam 25 yil ishladim deb o'ylaydi. Lekin hujjatda 15 yil ko'rinadi. Nega? Chunki 1990 yillarda ishlagan korxonasi yopilgan, arxivga hujjat topshirilmagan, mehnat daftarchasida muhr xira ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shatilgan sana yo'q. Natijada pensiya miqdori kutgandan kam chiqadi. Odam men shuncha yil ishlaganman-ku deydi. Lekin pensiya hisoblovchi xodim og'zaki gapga emas, hujjatga qaraydi. Ikkinchi misol, ayol kishi 40 yoshida familiyasini o'zgartirgan. Keyin yana nikohdan ajrashgan. Hujjatlarda bir joyda eski familiya, bir joyda yangi familiya, mehnat daftarchasida esa 3-ko'rinishda yozilgan. Pensiyaga hujjat topshirganda tizimda mos kelmaslik chiqadi. Shunda FHDYO ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi, ajrim hujjati, pasport ma'lumotlari kerak bo'ladi. Agar odam buni oxirgi oyda boshlasa, sarson bo'ladi. 3-misol, erkak kishi 15 yil rasmiy, 10 yil norasmiy ishlagan. U ustada ishladim, magazinda ishladim, qurilishda ishladim deydi. Lekin sug'urta badali yoki soliq to'lovi bo'lmasa, mehnat shartnomasi bo'lmasa, bu yillar pensiya uchun to'liq hisoblanmasligi mumkin. Mana shu 35 yoshdagilar uchun eng katta og'riqli nuqta. Real hayotda ishlagan, lekin hujjatda yo'q. Shuning uchun men doim aytaman, 40 yoshdan keyin har bir yilni hujjat bilan tasdiqlashga harakat qiling. Ikkinchi xavf guruhi bank kartasidan faol foydalanadiganlar. 40 yoshdan katta ko'p odamlar hozir pensiya, ish haqi, bolalardan pul, ijtimoiy to'lov, kredit va kommunal to'lovlarni karta orqali qiladi. Firibgarlar aynan shu qatlamni nishonga oladi. Chunki ularda jamg'arma bo'lishi mumkin va ular ba'zan mobil ilova xavfsizligini yaxshi bilmaydi. Oddiy misol,
telefoningizga kartangiz blok bo'ladi. Pensiya to'lovingiz to'xtaydi. Kompensatsiya olasiz, davlatdan yordam puli chiqdi degan SMS yoki Telegram xabar keladi. Siz havolani bosasiz, karta raqami, amal qilish muddati, SMS kodni kiritasiz. 2 daqiqada pul yechiladi. Keyin bankka borasiz. Bank kodni o'zingiz bergansiz deydi. Politsiyaga ariza yozasiz, lekin pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. 3-xavf guruhi kredit, mikrozayom yoki kafilligi bor odamlar. 5-6 yosh oralig'ida ko'p ota-onalar farzandi uchun kreditga kafil bo'ladi. Mashina olishda yordam beradi, uy ta'mirlash uchun qarz oladi, davolanish uchun mikrozayom oladi. Oldin ayrimlar 1 oy kechiksam hech narsa bo'lmaydi deb o'ylardi. Hozir esa kechikish kredit tarixiga tushadi. Jarima qo'shiladi, bank avtomatik eslatadi. Zarurat bo'lsa undirish jarayoni boshlanadi. Kafil bo'lgan odam ham asosiy qarzdor bilan birga javobgar bo'lishi mumkin. Masalan, o'g'il 30 million so'm kredit olgan, otasi kafil bo'lgan. O'g'il 4 oy to'lamagan. Otaning pensiya kartasiga pul tushganida qarz bo'yicha bosim boshlanadi. Qo'ng'iroqlar keladi, sudga hujjat ketishi mumkin. Ota men pulni olmaganman deydi. To'g'ri pulni olmagan, lekin kafil bo'lib imzo qo'ygan. Mana shu imzo oqibatini ko'pchilik kech tushunadi. 4-xavf guruhi kommunal va soliq qarzdorligi bor odamlar. Uy nomingizda bo'lsa, undagi elektr, gaz, suv chiqindi, mol-mulk solig'i va yer solig'i holatini tekshirib turing. Ba'zan odam uyda yashamaydi, lekin nomda qolgan bo'ladi. Ba'zan farzandi yashaydi, qarzni ota-onaning nomiga yig'adi. Ba'zan eski hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan bo'ladi. Keyin birdan katta summa chiqadi. Masalan, bir ayolning nomida eski hovli bor, o'zi boshqa tumanda yashaydi. Qarindoshi u yerda yashagan. Elektr to'laganman deb yuradi. Bir kuni ayol davlat xizmatiga borib boshqa ish qilmoqchi bo'ladi. Qarzdorlik ko'rinadi. 1 million emas, 5-6 million so'm, chunki vaqtida tekshirilmagan. Agar har oy elektron kabinetdan qarab borganda bunday bo'lmas edi. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri, telefon raqamingiz o'z nomingizda, bank kartangizni hech kimga bermaysiz. Kreditlaringizni vaqtida to'laysiz. Pensiya hujjatlaringizni oldindan yig'gansiz. Kommunal va soliq qarzlaringizni tekshirib turasiz. Rasmiy ish stajingiz tasdiqlangan bo'lsa, sizda katta xavf kamroq. Lekin baribir tekshiruv kerak, chunki xato faqat sizdan emas, tizimdagi noto'g'ri ma'lumotdan ham chiqishi mumkin. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Davlat biladi, o'zi hisoblaydi degan fikr. Ha, ko'p ma'lumotlar elektron bazada bor. Lekin eski davrdagi ish joylari, yopilgan korxonalar, qog'ozdagi ma'lumotlar, familiya o'zgarishi, harbiy xizmat, o'qish davri yoki bola parvarishi bo'yicha ayrim ma'lumotlar bazada to'liq bo'lmasligi mumkin. Agar siz o'zingiz qiziqmasangiz, sizning foydangizga bo'lgan yil hisobga kirmay qolishi ehtimoli bor. Ikkinchi tuzoq. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuv to'g'ri deb o'ylash. Mehnat daftarchasida korxona nomi, buyruq raqami, sana, lavozim, muhr aniq bo'lishi kerak. Bitta sana tushib qolsa ham xodim qo'shimcha ma'lumotnoma so'rashi mumkin. Eski tashkilot yo'q bo'lsa, arxivga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Arxiv javobi esa bir kunda chiqmaydi. Ba'zan 10 kun, ba'zan 30 kun, ba'zan undan ham ko'proq vaqt ketadi. Uchinchi tuzoq, telefon raqami. Ko'p odam bank kartasini, davlat xizmatlarini, klik yoki payme kabi ilovalarni eski raqamga bog'lagan bo'ladi. Keyin raqam ishlatilmay qoladi. Boshqa odamga beriladi yoki yo'qoladi. Agar raqam sizning nazoratingizda bo'lmasa, SMS kodlar xavf ostida qoladi. Garbin 15 yoshdagilarga mening qat'iy tavsiyam, bankka, davlat xizmatiga, soliq kabinetiga bog'langan raqam faqat o'zingizning nomingizda va o'zingiz ishlatadigan raqam bo'lsin. 4-tuzoq. O'g'lim biladi, qizim qiladi deb hamma parolni farzandga berish. Farzandga ishonish boshqa, moliyaviy xavfsizlik boshqa. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Ota-onaning kartasi farzand telefonida ulangan, keyin qarz. O'yin, onlayn xarid yoki boshqa sabab bilan pul ketgan. Oilada gap so'z, xafagarchilik isbotlash qiyin. Shuning uchun karta paroli, ilova kodi, SMS kodi hech kimga berilmaydi. Hatto eng yaqin odamga ham ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak. 5-tuzoq, kafil bo'lish. Kafil bo'lish bu shunchaki yordam emas. Bu huquqiy majburiyat. Siz kimdir uchun imzo qo'ysangiz, u to'lamasa sizdan talab qilinishi mumkin. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqin odamlar kafil bo'lishdan oldin 2 marta emas, 10 marta o'ylasin. Kredit summasi, foiz muddati, kechikish jarimasi,
Qarzdorning real daromadi, boshqa kreditlari bormi? Hammasini bilmasdan imzo qo'ymang. 6-nozik xat. Pensiya miqdori faqat yoshga bog'liq emas. Ko'pchilik pensiya yoshiga yetdim, demak normal pensiya olaman deb o'ylaydi. Aslida ish staji, rasmiy daromad, to'langan badallar, hujjatlarning to'g'riligi, imtiyozli davrlar va qonunchilikdagi talablar ta'sir qiladi. Bir xil yoshdagi ikki odamning pensiyasi farq qilishi mumkin. Biri 30 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 12 yil rasmiy, qolgani norasmiy ishlagan. Natija bir xil bo'lmaydi. 7-jihat, sog'liq xarajatlari. Yarim yoshdan keyin odamda qon bosimi, yurak, qandli diabet, bo'g'im, ko'z, buyrak kabi muammolar ko'payadi. Avgust oyida issiq, suvsizlanish, bosim o'zgarishi, dorilarni noto'g'ri ichish xavfi bor. Bu moliyaviy masalaga ham ulanadi. Chunki kasallik kuchaysa kredit to'lash, ishga chiqish, hujjat ortidan yurish qiyinlashadi. Shuning uchun pul masalasi bilan birga sog'liqni ham rejalash kerak. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, doimiy ro'yxat, stir, chirshashir, nikoh yoki ajrim hujjatlari, familiya o'zgarishi bo'yicha guvohnomalar, tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, mehnat daftarchasi, diplom, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar bor yo'qligini ko'rib chiqing. Hammasini bitta papkaga soling. Telefoningizda rasmga olib qo'ying, lekin begonalarga yubormang. Ikkinchi qadam, ish stajingizni tekshiring. Agar pensiyaga 5 yil, 3 yil yoki hatto 10 yil qolgan bo'lsa ham hozirdan boshlang. Tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazidan maslahat oling. Elektron xizmatlar orqali ma'lumotlaringizni ko'ring. Agar biror ish joyi ko'rinmasa, o'sha tashkilotning vo'zi, arxiv yoki tegishli idoradan ma'lumotnoma so'rang. Arizada aniq yozing, qaysi yillarda, qaysi tashkilotda, qaysi lavozimda ishlagansiz, ma'lumotnoma nima uchun kerak. 3-qadam, bank kartalaringizni xavfsiz qiling. Telefoningizdagi bank ilovasiga kirib barcha kartalarni ko'rib chiqing. Ishlatmaydigan kartani yopish haqida bankdan so'rang. SMS xabarnomani yo'qing. Kunlik limit qo'ying. Internet to'lovlari uchun alohida kichik summa turadigan karta ishlating. Asosiy jamg'armangiz turgan kartaning ma'lumotini hech qayerga kiritmang. Hech kimga SMS kod aytmang. Bank xodimi ham sizdan SMS kod so'ramaydi. 4-qadam, telefon raqamingizni tartibga keltiring. Bank, soliq, davlat xizmatlari, pensiya, kommunal kabinetlar qaysi raqamga ulanganini tekshiring. Agar eski raqam bo'lsa, darhol yangilang. Mobil operatorga borib, raqam kimning nomida ekanini aniqlang. Raqam o'zingizning nomingizda bo'lsin. Telegram va boshqa messenjerlarda 2 bosqichli himoyani yo'qing. 5-qadam, qarzlaringizni tekshiring. Bank kreditlari, mikrozayimlar, kafil bo'lgan majburiyatlar, aliment, sud qarori, MIBdagi ijro hujjatlari, soliq qarzlari, kommunal qarzlar, jarimalar bo'yicha ma'lumot oling. Buni Davlat xizmatlari markazi tegishli ilovalar, bank, soliq organi, kommunal tashkilotlar orqali tekshirish mumkin. Agar qarz noto'g'ri bo'lsa, og'zaki janjal qilmang. Yozma ariza bering. Arizada FISH, pasport ma'lumoti, manzil, shaxsiy hisob raqami, e'tiroz sababi. Ilova hujjatlarni ko'rsating. Arizadan nusxa olib, qabul qilingan sanani belgilatib qo'ying. 6-qadam, kafil bo'lishdan oldin hujjatni o'qing. Tezroq imzo qo'ying desa ham shoshilmang. Kredit shartnomasini o'qing. Foiz stavkasini, umumiy qaytariladigan summani, kechikish jarimasini, kafillik shartlarini tushuning. Agar tushunmasangiz, bank xodimidan yozma tushuntirish so'rang yoki huquqshunos bilan maslahat qiling. Uyda tinch o'ylamasdan turib imzo qo'ymang. 7-qadam, sog'liq bo'yicha profilaktika qiling. 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz, qon bosimini o'lchab turing. Qand miqdorini tekshirtiring, yurak bo'yicha shifokor ko'rigidan o'ting. Issiq kunlarda suyuqlik iching. Dorilarni o'zboshimchalik bilan almashtirmang. Nega men buni moliyaviy mavzuda aytyapman? Chunki sog'liq yomonlashsa, odam ishini ham, hujjatini ham, to'lovini ham nazorat qila olmay qoladi. 8-qadam, oilaviy moliyaviy suhbat qiling. Turmush o'rtog'ingiz, voyaga yetgan farzandlaringiz bilan o'tirib, uy kimning nomida, kredit kimda, kommunal to'lov kim qiladi, pensiya kartasi qayerda? Favqulodda holatda kimga murojaat qilinadi, shuni kelishib bo'ling. Lekin parol va SMS kodni tarqatmang. Bu suhbat janjal uchun emas, tartib uchun kerak. 9-qadam, agar xatolik topsangiz, darhol yozma murojaat qiling. Keyin boraman demang. Masalan, ish stajingizda 3 yil yo'q bo'lsa, bugun arxivga so'rov yuboring. Kommunal qarz noto'g'ri bo'lsa, bugun davlatnoma so'rang. Bank kartangizdan shubhali pul yechilsa,
Darhol bankni bloklashga chaqiring. Mil 2ga yoki tegishli organga murojaat qiling. Bankdan operatsiya bo'yicha ma'lumot oling. Vaqt bu yerda juda muhim. 10-qadam. Har oy o'zingiz uchun kichik tekshiruv kuni belgilang. Masalan, har oyning 5 kuni bankni, 10 kuni kommunalni, 25 kuni soliq va jarimani, 20 kuni hujjat va to'lovlarni ko'rasiz. Bu 30 daqiqa vaqt oladi, lekin katta muammolarning oldini oladi. Hurmatli yurtdoshlar, avgustdan boshlab eng yomon xabar shuki, beparvolikning narxi oshyapti. Hujjatdagi bitta xato pensiyani kamaytirishi mumkin. Karta bo'yicha bitta SMS kod butun jamg'armani yo'qotishi mumkin. Kafillikdagi bitta imzo sizni yillar davomida qarzga bog'lab qo'yishi mumkin. Kommunal yoki soliqdagi kichik qarz vaqti tekshirilmasa, katta muammoga aylanishi mumkin. Lekin yaxshi tomoni ham bor. Agar siz bugundan harakat qilsangiz, ko'p muammoning oldini olasiz. Hujjatlarni yig'ing, ish stajini tekshiring, kartani himoya qiling, qarzlarni nazorat qiling, arizalarni yozma bering va hech qachon shoshilib imzo qo'ymang. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiya hujjati, karta firibgarligi, kredit, kafil bo'lish yoki kommunal qarz bo'yicha qanday muammoga duch kelgansiz? Sizning tajribangiz boshqalarga yordam beradi. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda sizga pulingizni, huquqingizni va hujjatlaringizni qanday himoya qilishni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.